Doimo mashinani tortmay bo'g'ilib qolsa, switchi benzin nasosidan bo'g'irmaydi. Chek-chiroq yondimi, обязательно diagnostika qildirishlarga maslahat beraman. Akalar, lishniy расход qilib qo'ymanglar deb. Bugungi mashinamiz Cobalt, xudo xolisi, korobka miyalarini tozalab, orqadagi skorost datchiklar bor, alishtirib beramiz. Xuddi benzin nasosi ketgandek ощущение beradi mashinani yurishida. Mana shunday kichkinagina datchigi bor. Shuni hisobiga mashinamiz yaxshi tortmaydi, bo'g'ilib qoladi. Mana demoqchiman, kompyuter diagnostika kompyuterli mashinalarga обязательно kerak. Akalar, чтобы diagnozni to'g'ri qo'yib, ortuvchi расход qilmasligimiz uchun. Mashinamizni ham xudo xolisi, moyi probeglari joyida alishgan. Faqat qanaqa holatga kelib qolishi sababi mana bunlarni ko'rasizlar. Avtomat korobkaga suv o'tib ketib qolgan. Ozgina yurib qo'yildi, o'sha bilan shuni hisobidan hamma narsalari birma-ketin kuyishni boshlagan. Hozir alishtirilayotgan narsa ikkita plastinkalari ichida bitta anaqa datchigi bor, skorost datchik. Xudo xolisi alishtirib beramiz. Xizmatlar bemalol bizga murojaat qilasizlar. Joninglar sog' bo'lsin.